pivo. Bitta harom. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun noodatiy video chiqaramiz. Biz hozir Toshkentda UzExpo выставкадamiz. Bu выставkamizga butun mana shu SNG davlatlari o'rtasida выставка bo'layapti. Ya'ni oziq-ovqat yo'nalishi bo'yicha biznesda upakovkalash, undan tashqari paket, polietilen mahsulotlar hammasini hozir bu yerda ishlab chiqarishlarini, stanoklarini, nima ishlab chiqaradi, qandoq, sizga nima kerak biznesingiz uchun hamma narsani mana выставкада taqdim qilishgan. Sizlarga ham bu narsani mana ko'rsatayin dedim. Hozir biznes qilishda avvalgida to'siqlar yo'q, faqat to'g'ri ideya, biznes plan qilsangiz, inshaalloh sababini to'g'ri qilib Xudoga tavakkal qilsangiz hamma narsa o'xshaydi. Mana bu pavilyonda kolbasa, sir, shunaqa narsalar uchun upakovka xizmatlari bor ekan mana. Aziz obunachilar, mana любой narsani upakovka qilib berar ekan mana. Aziz obunachilar, upakovka xizmati. Hamma bu yerda oziq-ovqatlarni olib kelgan, stanoklarini olib kelgan. Keyin sizga nima narsa kerak, hamma narsani shu yerda o'zida hal qilib beradi. Siz bilan o'tirib pergovor qiladi. Mana maxsus o'tirib gaplashadigan joylari bor ekan. Agar ma'qul bo'lsa, to'lovini qilsangiz, momentalni 30 kun ichida любой narsani, любой, xohlang mana misol uchun baklashka kerakmi, boshqa balo-battar nima kerak bo'lsa, любой narsani 30 kun ichida qilib berar ekan. Yana bularda eng qulaylik tarafi dizayn, marketing, mana raqobatchilaringizni o'rganib, dizaynini o'shanga qarab qilib berar ekan. Aziz obunachilar, mana hozir biznes qilish uchun boshingizni qotirib ideya, kitob o'qish kerak, boshqa davlatga borib biznes plan o'rganib kelish kerak. Unaqa narsalar umuman kerak yo'q mana. Hamma narsa O'zbekistonda o'zida muhayyo. Ularga tushunishli bo'lish uchun hozir bittasi bilan gaplashib ko'ramiz. Assalomu alaykum. O'zbekcha bilasizmi? Ha? Yo'q, men gaplashmoqchiman. Siz shu yerdamisiz? Nima ishlab chiqarasizlar? Nima оборудование? У меня только на русском языке. Xo'p, mayli gapiravering. Buni menga qatga chiqadi o'zim yana. Gapiravering, YouTube'ga chiqadi, YouTube, Instagram. Bizda Samsungdan kelgan zavod ishtirok etmoqda. Hozir ko'rgazmada. Bizda suv ishlab chiqarish bo'yicha liniyalar bor. Baklashka ishlab chiqarish bo'yicha liniya bor, sok ishlab chiqarish bo'yicha liniyalar bor, gazli suv, Coca-Cola kabi shu kabi ishlab chiqarish bo'yicha liniyalarimiz mavjud. Liniya sotasiz. Shunaqa. Shunaqa. To'g'rimi? To'g'ri. Любой, misol uchun suv yo'nalishi bo'yicha, shisha yo'nalishi bo'yicha ham ishlayveramiz. To'g'ri. Biz xohlagan narsani qilib berasizlar. To'g'ri. Narx-navosini kelishib, narx-navolari barchasi klientni endi xohishiga ko'ra, ya'ni masalan soatiga qancha ishlab chiqarish kerak yoki masalan energiya jihatidan ekonomichniroq gap. Vay, rahmat. Kelaman.
Obunachilar, sotuvchi qizimiz sal kameradan uyalib, o'zini so'zlarini yo'qotib qo'ydi. Lekin u aytayaptiki, bizga misol uchun sizni biznesingiz uchun nima kerak? Baklashka kerakmi, shisha kerakmi, siz nima ishlab chiqarasiz? Любой narsani, o'shaning upakovkasini biz qilib beramiz, deyapti. Любой narsani, shishami, polietilenmi, любой narsani biz chiqarib beramiz и под заказ оборудование ham beramiz sizlarga, deyapti. Оборудование ham sotamiz deb aytishyapti. Mana. Endi ko'proq bu yerda polietilen ishlab chiqadi. Polietilen. Assalomu alaykum. Assalamu alaikum. Va alaykum salom. Madin? Assalamu alaikum. My name is Autun. Autun. China? Yes. We found China, Guangzhou. Tashkent good? Very good. Ha? Very good, ha? Very nice. Давай. Mana. Ular endi ko'proq mana polietilen mahsulotlar ishlab chiqarar ekan. Nima kerak bo'lsa qilib beradi bular. Mana men bu yerda hozir nakleyka, pakleyka, любой narsa. Xitoy ko'p, Rossiya ham Xitoy ko'p. Любой narsani qilib beraman, deyapti Xitoy. Вообще духовой, qoyil lekin. Mana shokoladlarni даже mana upakovkasi ham. Mashina? Mana az obunachilar, mana shu shokoladlarni qadoqlaydigan stanok bor ekan mana. Mana shu stanoklarni sotar ekan. China? Да, завод Луган им выгодно. Mana. Ishlab chiqarish. Mana biz oziq-ovqat pavilyoniga ham o'tdik. Mana hozir xitoylik mehmon bizga uni o'zini Xitoydan keltirilgan. Madin Kitay? Kitay? Assalomu alaykum. Xitoyda, Aha. как bu Shinjon yong'og'i. Aha. Mana bu original yong'oq o'zi. Aha. Mana bu чистка qilingan varianti. Ustidagi kirlari, misol uchun tushirilgan. Aha. Как чистка qilingan bu. Ko'rdingizmi? Oqartirilgan. Bu Xitoydiki, ha? Xitoyniki. Da. Endi Endi keyin sindirib ko'rsata olamizmi? bo'ladi. Endi keyin qarang, bu yong'oq yuvildi. 3-protsess. Yong'oq qovuriladi. 12 soat davomida qovuriladi. Mana, endi buni men qo'lda вот chaqdaysiz. Mana. Yong'oq qovurilgan. Bunda endi yong'oqda ta'm bor. Spetsiya sepilgan 12 soat davomida qovurilgandan keyin o'zi yupqa yong'oq. Qo'l bilan chaqsa bo'ladi, mana. Aha. Bu qovurilgandan keyin yana ham mo'rtlashadi. Buni ustidagi po'chog'ini ham hozir qo'lingiz bilan o'sha anaqa qilsangiz, mana shilsangiz bo'ladi. Da, yong'oqda bilasiz, o'zi asli kislilik ta'm bor, sladkiy ta'm bor. 3-4 yesangiz og'zingiz qamashtiradi. Bunda o'sha u narsa yo'qoladi. Mana, ishlab chiqilgan. Buni men o'zingiz yeb ko'rib baho bering. O, rahmat. Chotki. Inglizcha biladimi? Yo'q, bilmaydi. Mana bizning vizitkalarimiz. Mana chiqsa, mana bunda WeChat bor, aloqaga bemalol anaqa mijozda chiqib qolsa O'zbekistonda dealers deyapmiz. Yangi kompaniya O'zbekistonga kirib kelgan. Upakovkalari bor, har xil mana yong'oqni ham san'at darajasiga chiqargan. Faqat Chorsuga tushib yo dehqon bozor chiqishi shart emas. Mana supermarketga ham mana shu qadoqlasangiz, bir oilani upakovka qilib beradi. Agar biz bulardan biz yong'oq sotib olmoqchi bo'lsak, zakaz qilsak, xohlagan yo'nalishimiz bo'yicha qilib beradi. Qilib beradi. Misol uchun men bu bir oilani 4 kun, bir haftalik anaqasi. 4 talik oilani bir haftalik ozuqasi. Bir kunda ikkitadan yeganda. Удобный.
Faqat dehqon bozoriga tushish shart emas, to'g'rimi? Mana shunaqa darajada. Podarishniklari bor. Mana shu kontaktlarga bog'lanaveradi. Mana bu yerda. Oldingiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Very good, very good. Mazali ekan. Ha, tashvishsiz, quyida o'sha tipo so'ra. Thank you, thank you. Thank you, brother. Rahmat. Mana bunaqa konserva idishlarni ham qilib berar ekan. Qaranglar. Semchka ham Xitoynikimi? Aziz obunachilar, Xitoy juda ham ko'p O'zbekistonda. Xitoy choylari. Choyni tiniqligini qaranglar-da buni. Любой narsa bor-da, любой narsa. Akalar, ukalar, keyin yana bitta narsa. Xitoy semchkasi mana. Mana yana bitta xitoylik o'zining mahsulotlarini shokoladni reklama qilyapti mana o'zini. Mana ditski ham bor ekan. Aziz obunachilar, любой narsani ishlab chiqaradi Xitoy, qo'yi. Yana bular bilan hozir bitta xitoylik bilan gaplashdik. Gaplashganimizda aytayaptiki, bizga любой narsani ko'rsat, o'shani duplikat qilib beramiz deyapti. Любой narsani iste'mol qilinadigan oziq-ovqat yo'nalishidagi narsalarni duplikatini qilib beramiz deyapti. Mana aziz obunachilar, bir marmeladga o'xshagan narsa bular mana. Alaykum assalom. Xitoycha bilasizmi? Nihaydan yo'q o'tmayman. How much? About Xitoyda aziz obunachilar, lekin sintetika narsalar juda ko'p, sintetika. Ximiya ko'p qo'shiladi. Mana bularda ham yong'oqlar turi bilan bor mana. Hello. No English. English. No English. Mana Xitoy yong'og'i ham juda ham hozir o'zbek bozorida juda ko'payib ketgan. Mazasi zo'r lekin. Bu bittasini yeb ko'rdim, slatki. Nima balo bo'lsa bular endi. Vizitni kartadan ol deyapti. Hamkor bo'lamiz. No English. Xafa. Xitoy choylari. Aziz obunachilar, realniy biznesga kiraman desalaring, biznesda nonini yeyman, xalqaro toifada, misol uchun O'zbekistonda ichida emas, mana shu butun SNG, kerak bo'lsa Yevropagacha chiqaman desalaring,
Обязательно ingliz tili kerak. Обязательно. Ingliz tili bo'lmasa biznes yo'q. Xalqaroda. O'zbekistonda yel eplasa bo'ladi, bir narsalar qilib. Hello. Mana bu marmeladga o'xshagan narsa ekan bular. Mana yeb ko'r deb beryapti. Licorice. O, mana. Ajoyib. Ingliz tilini bilmaganimiz juda pand beryapti-da bizga. Aziz obunachilar, bir narsa berdi. Marmelad desa marmeladga o'xshamaydi. Вообще bir allambalo, lekin mazzasi cho'tki. Yo'q. Bahvolda o'zbekcha tashlab kitaycha o'rganamiz inshaalloh. Xitoy dunyoni egallayapti. Xitoy dunyoni. Bu o'zbekcha-ya bu, ha? Qayerdaki bu? Turkmen. Assalomu alaykum. Kofemi? Kofe. Ashxoboddami? Ашхабадda туземный завод. Новый завод у нас. Да, брат. Это что это? Эспрессо? Зерновых 5 видов и растворимых 4 вида. Понял. O'zbeklar bilan birga ishlaysizlarmi? Пока еще над этим думаем. Или мы сами будем, или как-нибудь дилерство дадим. Дилерство. Пока еще не решили. Bo'ля. Спасибо. Razı olun. Espresso kofe berdi mana. Turkmanlar. Endi kofeni vatani Braziliya, lekin bular olib kelib sotadi. İtalyanskiy kofelar ham bor. İtalyanskiy Lavazza kofelari butun dunyoda uni. Biraz. Lavazza butun dunyoda o'zini vesi bor. Mana akalar, Ristikada bizni bitta akamiz ko'rib qoldi. Hozir bizni kuzatib borasiz. Ha. YouTube'da ko'rib borasiz. YouTube'da ko'rib boraman-da, YouTube'da ko'rib boraman. Baraka topinglar. Ha, juda bir foydali temalar, juda kerakli narsa aslida. Biz o'zi qishloq xo'jalik mahsulot eksport bilan shug'ullanamiz. Qayerdansiz? Biz o'zimiz Toshkentdan, bog'imiz bor Samarqandda. O'sha bog' o'sha ekaman deb qanchadan beri harakat qilaman. Mana nasib bo'ldi, ko'rishdik. Taqdir qilgan kuni bo'ladi. Shunaqa, nasib. Biz qancha yugursak ham o'zi yozilgan kuni. Shunaqa, shubhasiz. Shuning ko'rib xursand bo'ldim. Tan joyingiz sog' bo'lsin. Tanishganimga xursandman. Xabarlashamiz. Davronbek. Obid meniki. Obid aka. Ha, bo'ldi. Yana bir bor. Mikrofon olib ketib qolmang. Mayli, xo'p. Rahmat. Shunaqa narsalar ham to'g'ri keladi, aziz obunachilar. Mana bu tuzlangan ekan bular. Hello. What can I help you? Hello. You are doing? Hello. 都是做小视频宣传的。 Tashkent good? Yes. Very good. No problem. Xitoy semichkasi bu, ha? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xitoycha bilasiz? Tak, menga semichkan eng vishshi sorti kerak.
Vishi sorti Bunaqasi tuzlangan. bo'lmaydi-da. Bular Nega? tuzlangan emas, bular urug'chilik. Bu urug'chilik bu. Bo'lmagan sevichka sizga qanaqa turi? Ha, bizga yo'q, Sotishga. sotishga. 116, 116 kerak. 361 deganlik bo'ladi. Ha, bu urug'lik bu. Ha, bo'ldi. Ekish uchun. Bo'ldi, rahmat. Bu yerda quritilgan mevalar. Sushi qilib beradi. Endi to'g'risini aytsam, charchab qoldim. Rossayam aylanishdan. 3 soatdan beri aylanib yuribman. Hech tugamaydi bu ekspo ham. Endi sizlarga ham bir manfaatli bo'lsin degan ma'noda. Bu yerda mana kolbasa. Mana hindlar kerak bo'lsa. India. India. Oh. Delhi. 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 Mumbai. Oh. Give me his address. Can I? No problem. Please. Choy. Which country? Eron Islom Respublikasidan mana shisha ishlab chiqarar ekan bular. Любой shisha. Dizaynini ko'rsatib bersang, любойni qilib berar ekan.